Gippokrat qasamin dilga joy etib, xasta yuraklarga bo'loldik darmon. Bugun didorlashmoq fursati yetib, do'stlar yayrashaylik, to'planib bir on. Qarang, 20 yil o'tdi oradan, ogoh bo'ldik bu kun oq u qoradan. Oq xalatga hargiz tushirmadik dog', maqsadimiz bitta, ilm bo'lsin sog'. Assalomu alaykum. Bu kun sizga bo'lgan buyuk ehtiromimizni tuhfa etamiz. Chunki siz bunday izzatga loyiqsiz. 20 yil avval muhtaram ustozlaringizdan o'rganganlaringiz, so'ngroq 20 yil davomida esa hayotdan olgan saboqlaringiz tufayli bugun qadrdonlaringiz, do'stlaringiz davrasidasiz. Garchi ushbu 20 yillik vaqt orasida chehrangiz bir ozgina, ishoning, bir ozgina o'zgargan bo'lsa-da, qalban va ruhan siz hamon navqiron yoshdasiz. Qadrdonlaringiz ham o'sha. Shunday ekan, siz hali bundan ham ajoyib davralarga munosibsiz. Hozircha esa do'stlaringiz davrasida qoling. Yashnagil, ey mag'zun ko'ngil, yetti fursat izhor shirin, tashrif aylar shaxsvoring, senga layli nahor shirin. Jilvaga xaridor do'stlar, so'zlari xokisor do'stlar, jam bo'lsalar majlis aro, xush suhbatu guftor shirin. Ko'klam fasli, bahor bir yon, gulzoru lolazor bir yon, derlar jannat guli rayhon taratgan xush ifor shirin. Soqiyo, ko'ksimni qondir, qadri nur chashmasiga, hikmating dur zamzam suvi, oqqan buloq anhor shirin. Munavvarlik istaversang, bor olamlar shohiga sen, sajda birla qo'ygil qadam, ul yor fasli dindor shirin. Anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin, hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin, hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Ayriliqdan bezib ketgan oshiq yurak sado berar. Didor shirin, didor shirin, didor shirin.
hayot asli g'animatdir ey tirik jon. Tuproq arab pinhon yotar qancha inson. Hayot asli g'animatdir ey tirik jon. Chin misoldan umidvordir ahli iymon. Xabar kelar diydor shirin, diydor shirin, diydor shirin, diydor shirin, diydor shirin. Bu dünya arzuları benim için olsun havas. Dünya insan avladı için olmasın kafes. Rayhanlar o'rnin almasın biron bir xas. Mayli, dünya tinch bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa bas deya, do'stlikni oliy ne'mat deb bilib, o'zining yoshlikdagi eng sururli damlarini, yoshlikning oltin damlarini Andijon zaminida o'tkazgan aziz kursdoshlar, barchangizga assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Barchamizga ma'lumki, bugun biz ushbu go'zal dargohga